bir qarashda ideal bo'lib bitib turgan joyimiz gelib ko'rib turibmiz. Hozir bizda vizif bo'ldi. Iloji bo'lsa ko'rib tushuntirib beringlar, ili qo'llaringizdan kelsa qilib beringlar deyildi. Qaranglar, poliuretanni maqtadan klientlarimiz arzon 5000 so'm, 10000 so'm doğru ama kisasinden gap chiqib, budjetinden gap chiqib ishlatishak, lekin bunda klientimizga o'xshab 2 marta ishlatgandan ko'ra 1 marta ustasına topshirganlaringiz yaxshi emasmi menimcha? Dazi patologlar ham hamma tushib tutgan. Qaranglar, oddiygina. Gepdi, bo'ldi. Biz sizlar maqtagan, do'konchilar ham maqtab bergan poliuretan. Biz do'konchilarning yomonlarimiz boshqatimiz 20 bosilgan aytishingiz mumkin, chala bosgan boshqadir. 20 uстановка bo'lgan, ideal darajada uстановка bo'lgan. Lekin tushib tutdi. Issiqdan deysizlarmi? Yo'q, issiqdan emas. Sababi bir remont bo'lgani yozda bo'lgan. Yaqinda 2 oy bo'lgan topshirganlarning ahvoli. Bo'ldi. Shuning uchun men ustalarning, do'konchilarning yomonlanma, hech kim yomonlash niyatim yo'q. Pullaringizga, budjetlaringizga qarab ishlatinglar, lekin sifatni ham talab etishi gazikkan vaqtda yoddan chiqarmanglar. Sifatini ham pul to'lashga o'rganinglar, hurmatli mijozlar, hurmatli klientlar. O'zim bunday video qo'ymagan edim, lekin bu videoni qo'ymasam bo'lmaydi. Poliuretanni 5000 so'm arzonligini uchib, uстановка ettirib, yeb o'tirmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim shunday? Yo'q, men emas, lekin ideal xizmatlar kerak bo'lsa, personal men oladi, bemalol aloqa qilishlar.